Oson, tez va bezarar semirish usullari yoki semirish uchun nima qilish kerak? Oson va bezarar semirishni istaysizmi? Unda quyidagi maslahatlarga amal qiling va natijasini ko'ring. Siz bu maqolada semirish borasida naturopat va tabiiy yondashuvli shifokor Dr. Josh Axe maslahatlaridan bahramand bo'lasiz. Juda ozib ketish ham juda semirib ketish kabi salomatlik uchun foydali hisoblanmaydi. Juda ozib ketganda insonda immunitet tushishi, vitaminlar tanqisligi, bolalar va o'smirlarda rivojlanishning kechikishi yoki to'xtashi, suyak yemirilishi, anemiya, buyrak kasalliklari, doimiy charchash hissi, soch to'kilishi va quruq teri kabi muammolar paydo bo'ladi. Tez va zararsiz semirish uchun nima qilish kerak? Birinchi qoida bu ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan kaloriyalarni iste'mol qiling. Maqsadingiz tez, sifatli, zararsiz va chiroyli semirish bo'lsa, unda yeyotgan ovqatlaringizning hajmi emas, balki sifatiga ahamiyat bering. Semirish niyatida nosog'lom ovqatlarni katta miqdorda iste'mol qilish sizga kutilgan natija bermasligi aniq. Semirish maqsadida ovqatlanganda kaloriya sanash shart emas. Buning o'rniga kaloriyalarga boy mahsulotlarni muntazam iste'mol qilish kifoyadir. Ovqatlaringiz va yeguliklaringiz sog'lom yog'lar, sifatli oqsil va foydali uglevodlarga boy bo'lishiga diqqat qarating. Ovqatlaringizga yong'oqlar, urug'lar, sifatli xom pishloq, kokos yog'i, zaytun yog'i kabilarni qo'shsangiz, bu sizga chiroyli va tez semirish uchun katta yordam beradi. Ikkinchi qoida: kuniga 5 mahal kichik porsiyalarda, ammo sifatli ovqatlaning. Tez semirish uchun kichik miqdorda bo'lsa ham kuniga 5 mahal ovqatlaning. Bunda ovqatlaringiz yuqori sifatli oqsillar, murakkab uglevodlar va foydali, ya'ni sog'lom yog'larga boy bo'lishi muhim. Tez semirish uchun kichik miqdorda 5 mahal ovqatlanish katta miqdorda 2-3 mahal ovqatlanishdan ko'ra samaraliroqdir. Ko'pincha uyqu oldidan ovqatlanish tavsiya qilinmaydi, ammo semirish niyatida bo'lsangiz, uxlashdan oldin kichik miqdorda oqsilga boy gazak iste'mol qilish zararli bo'lmaydi. Uyqu oldidan quyidagi mahsulotlarni iste'mol qilsangiz bo'ladi: qatiq, yong'oqlar, urug'lar, suzma, asalli sut kabilar. Uchinchi qoida: sog'lom gazaklar iste'mol qiling. Ovqatlanishlar orasida sog'lom gazaklar iste'mol qiling. Nosog'lom, ya'ni shakarli, unli gazaklardan esa tiyiling. Sog'lom gazak sifatida quyidagilarni iste'mol qilishingiz mumkin: hummus, sabzavotlarni hummusga botirib yeyish, qatiq yoki kefir, urug', reza mevalar va yong'oqlarni qatiqqa aralashtirib yeyish, qaynatilgan tuxum, yeryong'oq yoki bodom sariyog'larini ivitilgan xamirdan tayyorlangan krekerlar bilan birga yeyish, mevalar, pishirilmagan sabzavotlar, ya'ni sabzi, bulg'ori, karam kabilar. To'rtinchi qoida: haftada 5 mahal jismoniy tarbiya bilan shug'ullaning. Ozg'in insonlarga jismoniy tarbiya kerak emas degan tushuncha noto'g'ridir. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish muskullarning chiroyli bo'lishi va sifatli semirish uchun muhim hisoblanadi. Tez semirish uchun haftada kamida 5 mahal jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Muskullarni jismoniy tarbiya yordamida chiniqtirmasdan sifatli semirishning iloji yo'q. Bu qoida ayollarga ham, erkaklarga ham tegishlidir. Vazn yig'ish va semirish uchun nima yeyish kerak? Sifatli va chiroyli semirish uchun quyidagi mahsulotlarni iste'mol qiling: sog'lom yog'lar, sifatli oqsil, foydali uglevodlar,
Sog'lom yog'larga zaytun yog'i, bodom, makadamiya yong'og'i, avokado, sariq sariyog', kokos yog'i, tuxum sarig'i, grek yong'og'i, chiya urug'lari, zig'ir urug'i, yovvoyi tutilgan sulaymon baliq kabilarni kiritish mumkin. Sifatli oqsilga yaylovda boqilgan sigir yoki qo'y go'shtlari, yovvoyi tutilgan baliq, organik tovuq yoki kurka, tuxum, suyak sho'rvasi kabilarni kiritish mumkin. Har 1 kilogramm vazningizga 2 gram oqsil yeyishingiz kerak. Masalan, 50 kilogramm bo'lsangiz, kuniga 100 gram oqsil iste'mol qiling. Foydali uglevodlar. Foydali uglevodlarga sabzavotlar, grechka, kinoa, jigarrang guruch kabilarni misol qilish mumkin. Bezarar va chiroyli semirish uchun quyidagi mahsulotlarni iste'mol qilmang. Oq shakar, rafinadlangan, ya'ni qayta ishlangan uglevodlar, gidrogenlashtirilgan yog'lar va margarin. Oq shakar va rafinadlangan shakar immunitetni tushiradi, insonni vaqtli qaritadi va salomatlikni izdan chiqaradi. Rafinadlangan uglevodlar esa qalbaki ozuqalar hisoblanadi, chunki ular aslida sizni oziqlantirmaydi. Bularga oq non, oq un, oq undan tayyorlangan makaron va shirin pishiriqlar, tayyor nonushta, oq guruch kabilar kiradi. Gidrogenlashtirilgan yog'larda trans yog'lar mavjud bo'ladi. Trans yog'lar esa yurak kasalliklari, hazm tizimi muammolari va boshqa ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Margarin, gidrogenlashtirilgan yog'lar, soya yog'i, kanola yog'i kabilarni iste'mol qilmang. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, buni bizga videoga like bosish orqali bildiring. Yangi videolarga obuna bo'lish uchun kanalimizga yozilishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.